Rulet retseptimdan keyin menga eng ko'p kelgan savol ruletim o'rayotganda sinib ketadi. Agar sizda ham shu holat bo'layotgan bo'lsa, bu videoni tezda saqlanib qo'ying. Ortiqcha asabbuzarlarsiz, qoliplarsiz oddiygina usulda shohona tort tayyorlaymiz. Aytgancha videoni oxirigacha ko'ring, sovg'asi bor, yutib olasiz. Eng avval barcha quruq mahsulotlarimizni bir idishga solib aralashtirib olamiz. Un, kraxmal, kakao, razrixlitel va vanilin. Menda eng katta yordamchi Torto firmasi. Alohida idishimizda esa torta tuxumimizni oqi va sarig'i bilan birgalikda chaqamiz. Menda sarig'lar ikkita chiqdi. Shakarni solib oppoq bo'lgunigacha 7 minut ko'pirtiramiz. Ustidan hidsiz o'simlik yog'ini solib birrov aralashtiramiz. Quruq mahsulotlarimizni elakchamizga 2 ga yoki 3 ga bo'lib solamiz va elakchadan o'tkazib, tepadan pastga sekinlik bilan aralashtiramiz. Tayyor massani pergament solingan yoyiq listimizga quyib olamiz va 180 gradusda qizigan duxovka pechimizga pishirish uchun 15 daqiqaga yuboramiz. Go'shtimizni sovutib, teng 3 bo'lakka bo'lamiz. Oddiy, ammo juda ham mazali krem tayyorlab olamiz. 45% qaymoq va varyoniy molokoni yaxshilab qattiqqina krem bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Semirib ketish xohlamasangiz, qaymoq o'rniga smetanadan foydalansangiz ham bo'ladi. Tortimizni esa ko'rsatilgan tartibda yig'ib olamiz. Tayyor tortimizni eng kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yamiz va ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Ishoninglar, bu tortni chaynashni umuman hojati yo'q, og'izda erib ketadi. Aytgancha, sovg'a yutib olish haqida Torto firmasidan sifatli savatchani yutib olmoqchi bo'lsangiz, opisiyaniyada qoldirilgan profiliga podpiska bo'lasiz, kommentariyada uchta do'stingizni belgilab ketasiz va men sizga uyingizgacha bepulga shu savatchani yetkazib beraman. Barchaga omad tilab qolaman. Videoga like bosish esdan chiqmasin.